Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Uchqun aka uyga keldik. Uyda ikkita tonasini sotamiz deyapti ekan. Sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Tonalarimiz zoti Iston. Bir qator hozir ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli aka-ukalar, ko'rishingiz mumkin. Ho'kizga kiygan ekan mana o'zi. Bir aytishi bo'yicha bo'g'ozam deyilyapti, bir aytishi bo'yicha ho'kizga o'zi kiygan deyilyapti. Yoshlari shu 1,5 yosh atrofida o'zi nimasini to'ldirgan. Biri Iston firmadan kiygan deyapti, enalari. Mana bunisi. Qip-qizil mana ikkalasi ham ko'zga yoqadigan mana yeb ichishlariga, turishlariga javob deyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol kelib turib savdosini qilib ketishlaring mumkin. Yana bitta ma'lumot aytib o'tamiz. Buni egalari narxiga keladigan bo'lsak, egalaridan qishlog'imiz, o'zimizning mahalliy aka-ukalarimizdan so'rashi bo'yicha 20 million so'mdan ikkoviga 40 million berilmagan Ilhomjon deyapti. Xudo xolasa agar savdosi to'g'ri kelsa, mana yeb ichishlariga, ko'rinishlariga mana javob. Bunaqangi rasvamol bo'lsa, bunaqangi holatda chiqmaydi. Yeyishlarini ko'ringlar. Mana buni ikkinchisi. Mahalliy akalarimiz 20 million so'mdan qilgan ekan. Ilhomjon shu YouTube'ga bo'lsa ham farqi qo'yib yuboraylik deyapti. Bahosini hech kimga jabr qilmasdan shu 25 deyapti ekan. 25 savdosi bor, kelishtiramiz deyapti. Agar kelsanglar, ko'rsalaring bo'ladi 25. Ma'lumot uchun onalarni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Ana shu birgalikda ona bolalar qilib olib kelgan ekan o'g'li. Bu onalari. Hurmatli aka-ukalar, yeyish, ichishiga mana javob. Iston qishloqdagi akalarimiz 20 million so'mdan baho so'rabdi. Yo'q deyapti ekan. 25lardan bo'lsa, shunda ham savdosi bor. Bemalol kelib turib muomala qilib, so'rab savdo qilsalaring bo'ladi. Manzilimiz Samarqand, Pastarg'om tuman, Hosilat qishlog'i, Javul Qosim mahallasi. Aniqroq qilib aytganda, hosilati tugashi, paxtachini boshlanishi, paxtachi mahallasining boshlanishida Uchqun akamizning hovlisi. Uchqun akamiz. Muhammad, bitta nomerlar aytib o'raylik. Iloji bo'lsa, ukamiz bunaqa mollarga beryapti, mana yeb ichishlariga javob. Xalqda bitta gap bor. Onasiga qarab bolasini ol deydi-da. Mana qaranglar. Onalarning yeb ichishi nasib. Bular ham bolalari ham zo'r. Bitta nomer aytaylik. Nomerimiz 99lik 143 81 43. 99lik 143 81 43 raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu yigitlarimiz boqqan ekan, kelib turib savdosini qilsanglar bo'ladi. Molimiz toza, chiroyli boqilgan. Prosta pul kerakligi uchun mana shu yigitning nasibsi to'yiga sotamiz deyapti. Xudo xolasa to'yiga agar kelsanglar, savdosini ko'rsanglar, mana shu yaxshi kunga ishlatiladigan mollar. Bemalol kelib turib ko'ringlar. Ahmedov o'z kanaliga obuna bo'linglar, akalar. Mana shunaqangi chiroyli mollarni chiqarishda davom etamiz. Sizlar uchun doim mehnatdamiz. Kelinglar, mana bunaqangi chiroyli mollarni savdosini ko'ringlar.